Kelgan paytimda mm, boshim og'rib turardi, Aha, qulog'imda shovqin bo'lardi aha, ba'zan. to'xtang. Bosh og'rig'idan tashqari yana hassa olib yurardingiz, boshim aylanib Ha, ketadi yo'q, deyardingiz. hassani esimdan chiqardim. Aha, necha kundan boshlab bosh aylanmay qo'ydi? Bir bir haftalardan Bir keyin haftada bosh aylanmay qo'ydi. Hassani ham shundan boshlab ha, tashladingiz. hatto yo'q, qoldirib ketgan paytim ham bo'ldi, esimdan Esingizdan ham chiqib qoldi. shu darajada qildi, o'zimga uverенный bo'lib qoldim. Bosh aylanmay qolgandan tashqari shu yerga kelganingizdan burun boshingiz og'ridimi yana qayta? Yo'q. Bosh og'rig'i ham to'xtab qoldi. Yo'q. Yana quloqdagi shovqin nima bo'ldi? Quloqdagi shovqin manimcha chiqmayapti shekilli, men eshitmayapman. Esingizdan ham chiqib ketdimi Yo'q, bu? esimdan chiqib ketdi. Yana nima bezovta qilardi sizni? Keyin o'sha paytda eng nima shu boshim og'rig'iga sabab bilmayman, vahima ozgina. Vahima bo'lib turardi. Keyin nimalardan qo'rquv bo'lardi. Vahima, qo'rquv ichingizda bor bo'lgan o'sha kelganingizdan burun nima bo'ldi? Yo'q, endi unaqa narsa yo'q. To'xtab qoldimi o'zidan To'xtab o'zi? qoldi. Yana nima bo'lar edi? Keyin o'sha haligi asosan oyog'imda unaqa hassa bilan kelganman, oyog'imda nima bo'lgan edi, lat yegan edi. Aha. O'zi ham og'rib turardi, qaralayman har holda. Yo'q, nimagadir To'xtab qoldimi? tuzda to'xtab qoldi. Necha kunda to'xtab qoldi? Mana shu bir hafta davomida. Bir hafta davomida. Yana nima bor edi sizda? Keyin asabiylik ancha kuchli edi. Sal narsa asablaringiz o'ynab ketardi. Bo'lar bo'lmasga asabiylashib qolardim. Hozir O'shandan keyin o'sha bosh og'riq shular hammasi boshlanardi. Shuncha o'zim ham bildim, что asabiylikka bog'liq ekan ko'p narsa. Tushundim. Mana shu asabiylik nima bo'ldi O'zbekka kelgandan burun? Yo'q, endi uncha narsa sizga ta'sir qilmayapti. yo'q, beparvo bo'lib qoldim qanaqa. Beparvo bo'lib qoldingizmi? Nima, shuni ham gapiradi odamlar deydigan bo'ldim-da, uncha. O'tim og'riydi, butim og'riydi desa, xo'p, nima bo'ldi? Hammada ham og'riydi deb qo'yardim-da. Endi bizda o'sha endi og'rimay qoldi. Yana nima bor edi? Keyin tushkunlik bor edi. Shu eng yomoni shu edi aslida. Hozir kayfiyatlar qanday bo'ldi? Yo'q, hozir Xudoga shukr, biz endi kelganimizga mana 2 hafta bo'lgan bo'lsa, mana nimani Ahmadjonni nimalari bilan, mehnatlari bilan juda chiroyli nimaga o'zgarish bo'ldi. Tushkunlik degan narsani уже esimizdan chiqardi. Chunki bular haligi nima deydi, odamni ruhini ko'tara biladilar-da. Odam ko'tarilib ketadi. Kameraga qarab. Ko'tarilib ketgandan keyin tushkunlikni o'zidan o'zi anaqa qiladi. Asabiylik ham unutilar ekan. Odamlarga ruhiyatingiz ko'tariladi desa, hali ko'pchilik uni tushunmaydi. Qanaqa ekan bu ruhiyat? Biror marta ruhiyati ko'tarilib ko'rmagan bo'lsa yoki shuni e'tibor qilmagan bilmaydi-da. Haqiqatda odamlar ruhiyati ko'tarilar ekanmi? Albatta, ruhiyat, hamma narsa ruhiyatga bog'liq ekan-da. Siz bu yerga kelganingizdan burun nima uchun kasal bo'lib qolganlaringizni sabablarini tushunib oldingizmi? Albatta. O'sha tushungan zahoti odam o'shani bas qiladi. Albatta, ya'ni arzimagan narsaga nima qilib yurgan ekanman deb o'ylaysiz-da. Bu hayot bunchalik qiyin emas ekan, yaxshi ekan deb. Menga qarang, oshqozon ichaklar qanaqa edi? Oshqozon ichaklarida ozgina nima bor edi. Muammo bor edi, ular ham esimdan chiqib ketdi. Esingizdan chiqib ketdimi? Bu bir narsa yeyishga qo'rqardim. Masalan, tarvuz qovunlarni yemay yuruvdim shu paytgacha. Endi mevalarni ham faqat tushunmasam ham har holda ancha yeyapman. Malades. Chunki usiz bo'lmaydi-da. Albatta, vitamin bo'lmasa, organizm susayib ketadi. Davlingiz ham osharmidi? Oshib turardi ozgina. Hozir qanday bo'ldi? Yo'q, hozir oshmayapti.